Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana yana bitta fayzli xonadonimizda mebelni bitkizdik. Bu yerda 3 metrli shkaf qo'yilgan. Bu yoq endi kiyimlaydigan 2 qator. Bu yerda oynali shkafimiz. Ichkarida kichkinagina sefcha. Pastga tortma qo'yilgan. Tandem mexanizm. Ishlashi juda zo'r. Bu yoq ham kiyimlanadi. Keyin spalna. Spalna juda ajoyib chiqqan. Bu yoqda tosh oynamiz. Uchta tortma qo'yilgan. Chiqadi emas.